Mirziyoyevning siyosatini, uning qizini qilayotgan ishlarini faktlar bilan qoralayapmiz. Aslida nima qilyapsizlar? Ushbu murojaatim barcha siyosiy faollar nomidan Ichki ishlar vaziri Aziz Tashpo'latovga. Menimcha siz dunyoga kelganingizda otangiz o'g'il ko'rdim degan, qanjiq yoki xunasa tug'ildi demagan. Men bu murojaatni qilishdan oldin juda ko'p izlandim, juda ko'p ma'lumotlar to'pladim va amin bo'lganimdan keyin, ya'ni mana shu hozir tilga oladigan ishlarimning ortida shaxsan siz turganingizga amin bo'lgandan keyin mana shu chiqishni qilyapman. Bilamiz, 37-yillarda o'sha la'nati ateistik tuzum itlari tomonidan millatimizning oydinlari, jadidlarimiz va boshqa barcha mana shu millatning gultojlari turli bir tuhmat ayblovlar bilan hibsga olingan, yo'q qilingan. Tirik qolganlari, mamlakatdan qochib ketganlari esa qanaqadir shu yolg'on, uydirma ayblovlar bilan yomon qilib xalqqa ko'rsatilgan. Hatto o'sha qodiriylar, cho'lponlar ham o'sha davrda xalqqa yomonlangan. Bular yomon, bular xoin, bular unaqa, hamma o'sha yomon gaplar ularni nimasiga aytilgan. Va odamlar shunga ishongan. Va mana shu jarayon ming afsuski bugun ham davom etyapti. Bugun ham O'zbekiston ichida gapirganlar qamalyapti, tuhmat ayblovlar bilan. Chetdagilarga nisbatan esa juda bir erkaklarga xos bo'lmagan sharafsiz usulda kurash olib boryapsizlar. Biz hozir siz bilan raqibmiz. Sizlar mana shu vatanni ichidan talayotgan xoinlarsizlar. Men buni ochiq aytaman. Sizlar sotqinsizlar. Sizlar tarixda yozilib bo'lgan sotqinsizlar. Kelajak avlodlar ham, tarix ham sizlarni xoin, sotqin sifatida eslaydi. Buni o'zgartira olmaysiz ham, inkor ham qila olmaysiz. Lekin raqib bo'lganda ham raqibni mardi bo'lsa yaxshi ekan. Biz dushman bo'lsak-da, ozgina mardlik sizlarda bo'lsa, odam ozgina g'ururlansa-ki, mana shunaqa mard raqib bilan yo'lashyapman deb. Afsuski, men sizlar bilan qarama-qarshi borishga uyalaman. Nima uchun? Chunki qilayotgan ishlaring na bir erkakning ishi, na bir sharaf bor sizlarda. Biz chiqyapmiz, faktlar bilan gapiryapmiz. Mirziyoyevning siyosatini, uning qizini qilayotgan ishlarini faktlar bilan qoralayapmiz. Aslida nima qilyapsizlar? Faktga qarshi fakt bilan javob berish o'rniga qanaqadir cho'chqalaringizni, eshaklaringizni hangratib, muxolifatni, siyosiy faollarni obro'sizlantirib, jamiyat oldida ularni har qanaqa haqoratlar qildirib, mana shunaqa bir xunasani yo'lidan ketyapsizlar. Shularni ortida kimlar turganini mana shu kungacha biz juda izlandik va juda ko'p bizda faktlar bor. Aynan hammasi sizga borib taqalyapti. Sizni kabinetingizda qanaqa gaplar bo'lyapti? Sirojiddin Mediani shaxsan siz qamatganingiz va unga qanaqa taklif berganingiz, hammasidan xabarimiz bor. Faqat omonat gaplar bo'lgani uchun gapirmayapmiz. Va mana shu ishlarni ortida turganingiz uchun men bugun sizga alohida birinchi murojaatimni qilyapman. O'ylaymanki, bu oxirgisi bo'ladimi, yo yana davomiy bo'ladimi? Bu sizning harakatingizga bog'liq. Hurmatli Aziz Tashpo'latov, Ichki ishlar vaziri va uni atrofida o'tirganlar, uni o'sha laganbardorlari deymizmi, yaloqlari deymizmi? Cho'chqalaringni, eshaklaringni siyosiy faollarga qarshi tashlashni bas qilinglar. Dunyoga kelganlaringda hammangni otalaring erkak tug'ildi degan. Erkak bo'lib qolinglar. Qanday pozitsiyada bo'lishlaringdan qat'iy nazar, mard bo'lib qolinglar. Mardlarcha kurashinglar. To'g'ri, 37-yillarda u qanjiqlar o'zi xohlagancha kurashdi. Va 37-yilda barcha o'sha faktlar, arxiv hujjatlari ularning qo'lida edi. Ular nima desa xalq shuni oldi. Boshqa axborot manbai yo'q edi.
Ammo bitta narsani tushuninglar. Bugun zamon o'zgardi. Bugun axborot faqat sizlarning qo'llaringda emas. Bugun xalq sizlardan ko'ra bizni ko'proq ko'ryapti. Bugun arxiv hujjatlarini sizlar yo'qota olmaysizlar. Chunki ular bizda ham bor. Bizni chiqishlarimizni, bizga qarshi qilinayotgan chiqishlarini sizlar 1 yil 2 yildan keyin o'chirib yuborib, bu ishlar bo'lmaganday aldolmaysizlar xalqni. Chunki ularning hammasi bizda bor. Bizni gapirayotganimiz ham, bizga qarshi chiqayotgan u cho'chqa eshaklarning gaplari ham hammasi arxivlashtirilyapti. Hammasi tariximizda qoladi. Bugungi kun tarixi bo'lib. Va o'shanda sizlarni oqlaydigan hech qanaqa faktlaring bo'lmaydi. Bugunning o'zida ham yo'q. Sizlarni bugun xalq xoinliklaringni biladi. Xalqimiz hali qo'rquvda yashayotgani uchun ochiq ayta olmaydi. Lekin butun bir millatning shu ziyolilari, olimlari, boshqa bir uyg'oq qatlamdan so'rasalaring, hammasi sizlarni sotqin deydi. Bu meni gapim emas, bu xalqning xulosasi. Va shunga qarab ketyapti, shunday bo'lib qoladi. Sizlar xalqqa xizmat qilmaysizlar, sizlar xalqni sotyapsizlar. Mana festivaling, boshqa narsa qilayotgan ishlaringga qarasang, hammasi mana shu xalqqa xiyonat. Mana shu xalqqa dushmanlik. Mayli, qiladiganingni qil. Qadaringda balki shu xoinlik yozilgandir. Lekin biz sizlarga qarshi haq yo'lda kurashyapmizmi? Biz mard bo'lib kurashyapmizmi? Senlar ham dastoyni erkak bo'lib turlaring. Qanjig'ini ishini qilmanglar. Olib chiqayotgan u cho'chqalaringni kimligiga qara. Bizaga o'xshagan odamlar ular bilan qo'l berib ko'rishishga o'r qiladi. Gaplashish, bitta joyda o'tirishga o'r qiladi. Senlar shulardan foydalanib yuribsanlar. Eshaging ham, cho'chqang ham hayotda yuzma-yuz kelib gaplasha olmaydi. Buni o'zlaring ham yaxshi bilasan. Faqat senlarni orqangga berkinib olib, senlarga ishonib chillayapti. Senlar ularga kuch beryapsanlar. Senlar ularni gapirtiryapsanlar. Senlar aytmasang, ular bunaqa yo'ldan ketmaydi, duxi ham yetmaydi unga. O'zi bir abijinni, hayotda bir narsaga erishmagan, tarixini olib qarasang bir tayini yo'q, oilasini qarasang bir oilasini tayini yo'q odamlar. Nahotki butun boshli O'zbekistonni kuni shularga qoldi. Yo Aziz Tashpo'latov, kuningiz shularga qoldim. Fakt bilan har doim gapirganman, mana hozir ham gapiraman. Xo'p, mana bu o'sha sizlar foydalanib keladigan cho'chqalaringni YouTube'da qo'ygan raqami foydalanadigan. Ya'ni adminimniki degan, balki admin, balki o'zi. Va biz izlanib topgan mana bu ma'lumotimiz mana shu raqamdan Telegramda Mejeme degan gruppadagi yozishmalari. Mejeme nimaligini bilasizlar. Ya'ni o'zini xotinini boshqa erkakka qo'shtiradigan erkaklarning guruhi. Mana shu guruhda mana xotinini taklif qilyapti. Taklif bilan chiqyapti. Buni kim deydi? Dayus deydi. O'zini xotinini taklif qiladigan. Bu cho'chqani o'zimi, adminimi, xullas o'sha sostav. O'sha qo'ygan raqami. Montaj deydiganlar uchun men Telegramda videoni alohida tashlayman. Izohlar qismida Telegram kanaliga linkini qo'yaman. Bemalol kirib ko'rishlari mumkin. Original video. Original o'sha gruppada yozishyapti shu narsalarni. Buni sizlar ham yaxshi bilasizlar. Endi kelib bizaga qarshi shunaqa bir dayus, tayini yo'q odamlar tashlaysan. Sal erkak bo'linglar. Sal o'zlaringga nima qilinglar. Biz bular bilan gaplashishni o'zimizga teng topmaymiz. Lekin bizaga qarshi bular har qanaqa o'sha tarmoqlarda sizlarning topshiriqlaring bilan haqoratlar, har qanaqa tuhmatlarni qilayotgan ekan, men sizlarga, ya'ni o'sha cho'chqalarning egalariga chiqyapman. Va bu birinchi meni Aziz Tashpo'latovga murojaatim va bu madaniyat doirasida bo'lyapti. Agar mana shu cho'chqalaringni tiyib bo'lmasalaring, erkak bo'lmasalaring, yana o'sha xunasani yo'lidan ketaversalaring, keyingi murojaatlarim juda qattiq bo'ladi va u boshqacha bo'ladi. O'zingizga mana shu chiqishimdan to'g'ri xulosa chiqaring. Qayerda bo'lasiz? Qaysi lavozimda bo'lasiz? Hech bo'lmasa mana bu kiygan formangizga munosib bo'ling, ozgina bo'lsa ham erkak bo'ling, ozgina bo'lsa ham mana bu dayus cho'chqalardan uzoqroq yuring. Keyingi murojaatimda men Tashpo'latov demayman.
birinchi 3 ta harfini o'zgartiraman familiyangizni. Chiqish qilishim, qilmasligim bu sizni harakatingizga bog'liq. Yoki o'zingizga kelasiz, yoki bo'lmasam siz tushunadigan tilda siz bilan gaplashamiz. Men doim aytaman. Har kim bilan u tushunadigan tilda gaplashaman deb. Va sizlar agar xunasani, qanjiqni ishini qiladigan bo'lsalaring, bundan keyingi chiqishlarimda men qanjiqlar bilan qanaqa gaplashiladi, o'sha tilda gaplashaman. Xafa bo'lish bo'lmasin keyin. Bizni yo'qotadigan hech narsamiz yo'q. Bizni qo'rqadigan hech narsamiz yo'q. Va u cho'chqalarning chiqib chiyillagan hech narsani o'zgartirmaydi. O'ylamanglar. Odamlar bilib bo'ldi kim kimga ishlashini. Odamlar bilib bo'ldi kim kimligini. Undan faqat o'zlaring zarar ko'ryapsizlar. Haqiqiy basharalaring o'chyapsizlar. Bo'ldi mana. Mirziyoyevning rejimi mana shu ekan ahvoli degan bir odamlarda fikr shakllanib bo'ldi. Mana shu harakatlaring ortidan. Ya'ni bizdan ko'ra o'zlaringga o'zi o'ylab ko'radigan bo'lsang, ko'p zarar beryapsan. Shuning uchun yig'ishtirib olinglar vaqtida. Bo'lmasa bizni ham qo'limizdan keladi. U sani ham har qanaqa karikatura qilib, har qanaqa hayvonni yo yahudiyni kiyimida yo bo'lmasa ayollarning kiyimida chiqarish bizani ham qo'limizdan keladi. Lekin biz o'shani o'zimizga ep ko'rmaymiz. Bu darajada ishlarni qilish uchun bir pastkash bo'lish kerak. Sizlarga farqi yo'q ekan, lekin bizga farqi bor. O'ylaymanki, murojaatim Tashpo'latov o'ziga shaxsan yetib bordi. Bilaman kuzatishini, har bitta videolarni ko'rishini ham juda yaxshi bilaman. Va o'ylaymanki, to'g'ri xulosa chiqaradi. Yana bir marta qaysidir cho'chqa eshagini chiylaganini eshitadigan bo'lsam, Tashpo'latov keyin mendan emas, o'zidan xafa bo'ling. Salomat bo'ling.